Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Yangi Toshkent obyektimiz 6-bloki bu. Beton quyish ishlariga tayyorgarlik. Bu Bento Sheet degan suvdan himoya vositasi. Turkiya mahsuloti. Qalinligi 6 mm. Buni fundament ostini bir xil tekislikda qilib to'shab chiqiladi. Tagiga mayin shag'al tashalgan metpisok deyiladi qurilish tilida. Buni yozib mana 15 cm chok mindirib orasiga o'zini parashogini tashab chiqiladi. 2-3 cm qalinlikda. Bu suv teggandan keyin ichidagi dorisi erib, o'zida suv o'tkazmaydigan qatlam hosil qiladi. Liflarning o'rni bu yoqda armatura to'qish ishlari bajarilyapti. Bu yerda mana beton quyilgan. Bu betonimiz quyilgandan keyin ana shunday holatda betonga birikib ketadi.